Hop, keyingi attestatsiya savoli. Ikkita ledlar quyidagi ko'rsatilganda ketma-ket ulandi. Ledlar 10 milliamper tok kuchi va 1,2 volt kuchlanishga mo'ljallangan. Ledlar to'g'ri ishlashi uchun qarshilikning qiymati qanday bo'lishi kerak deyapti. Endi ketma-ket ulanganda diodlar kuchlanishlarning yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu manbadagi общий kuchlanish ikkita diod har biri 1,2 ga to'g'ri kelyapti. 1,2 volt, bunisi ham 1,2 volt. Общий ikkalasining yig'indisi ketma-ketda 2,4 volt bo'lyapti. Endi qarshilikka qancha kuchlanish tushuvi bo'ladi? 2,4 bilan qarshilikni yig'indisi общий 9 voltni berishi kerak. Hop, qancha bo'lyapti? 6,6 volt. Ikkalasining yig'indisi общий 9 voltni beradi endi. Hop. Qarshilik so'rabdi. E teng U taqsim R formuladan Rni topsak, U taqsim E. Uni o'rniga zanjir bir qismi uchun 6,6 olinadi. Shu R qarshiligi o'ziga tushgan kuchlanish. E'ni o'rniga 10 milliamper bergan. Bu degani 10 ko'paygan 10 darajasi minus 3 degan. 0 bilan ketsa 10 usti minus 2 amper bo'ladi. 10 darajasi minus 2. Hop, yuqori chiqib ketadi. Minus 2 6,6 10 darajasi 2. 660 omega ekan. C javob. Hop, keyingisi 450 kg massali po'lat sterjen 220 kg massali yukni quyida ko'rsatilgandek ko'tarib turadi. Tayanchdagi reaksiya kuchini toping deyapti. Reaksiya kuchi. Mana bu yerdagi NB ni so'rayapti bizdan. Hop, общий uzunlik 8 metr ekan. 5,6 ga 4 qo'shsak. Endi shu balkan o'zini ham og'irligi bor sterjen. Pastga qarab katta MJ bosadi desak, kichkina yuk MJ bilan bosadi desak. Endi bunaqa masalalarni ikkita tayanch qo'yib ishlanadi. Qaysi reaksiya kuchi so'ralsa, o'sha tayanchni olib tashlaysizlar. Mana bu tayanchni olib tashlaymiz. Tayanchni yo'q deb hisoblaymizda. Mana bu tayanch bo'yicha ishlaymiz masalan. Demak, birinchi kuch yelkasi mana bu 4 metr bo'ladi. Ikkinchi kuch yelkasi mana bu L2, mana bu L1, L2 5,6 teng. Keyingi kuch yelkasi общий 8 metr bo'ladi mana. 8 metr NB gacha. Xo'p, soat sterilkasi bo'yicha MJ bilan kichkina MJ. Soat sterilkasiga qarshi aylanyapti NB. Tenglamasini yozib olaman. Xo'p. Balkan o'zini og'irligi uchun MJ kuch ko'paytirilgan L1 o'rniga 4. Endi soat sterilkasi bo'yicha yana bitta kuch bor. Kichkina MJ mana 220 kg uchun L2 qo'yaman. Mana bu yergacha kuch qo'yilgan nuqtagacha 5,6 ekan. Kichkina MJ ko'paytiraman 5,6. Endi soat sterilkasiga qarshi manfiy olinadi. Birdan tenglik betaga o'tkazsam, общий 8 metr NB ko'paytirilgan 8 metr mana. M plus M2 teng M3 bo'lyapti-da bu yerda. M1 o'rniga MJ L1, M2 o'rniga MJ 5,6. Shu muvozanatda turadi. NB reaksiya kuchi va 8 kuch yelkasi ko'paytirilsa. Qisqasi tenglamasi shunday. Jni o'rniga 9 va 8 olib ishlab ko'rasizlar. Tenglamani davom ettirib. Keyingi masala.
Silindrik idishdagi suvning sathi A jo'mrakdan h ning 2 metr yuqorida bo'lgan paytda jo'mrak ochildi va suv V-A tezlik bilan otilib chiqib B nuqtaga tushdi. X masofa aniqlang deyapti. Bu yerdagi X so'rayapti bizlardan. Bosimlarni tenglashtirib ishlanadi bu. Birinchi bosim mana bu suyuqlik ustunni bosimi roji H. Keyingi bosim mana bu yerdagi suyuqlik tubi mana bu yerda hisoblaniladi-da. Bu 2 metr qo'yiladi H o'rniga. Xo'p, bu yerdagi VA tezlik bilan otilib chiqyapti bosimi rho VA kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Shu ikkita bosimlarni tenglashtirsak, bir-biriga roji H'ni tenglashtiramiz. Rho VA kvadrat taqsim 2. Rholar qisqarib ketadi. Shu yerdan VAni topsak, o'z ostida 2JH bo'ladi. Buni hisoblasak, o'z ostida 20 ko'paytirilgan H o'rniga 2 qo'ysak, 40 bo'lyapti tezligi. Endi gorizontal otilgan jism bo'lyapti bu. Uchish uzoqligi x ni topmoqchi bo'lsak, gorizontal otilgan jism x teng bo'ladi VA gorizontal tezligi ko'paytirilgan t. T ni o'rniga endi mana bu balandlikdan 1,5 balandlikdan qancha vaqtda tushsa, mana bu uzoqlikka ham VA konstantada bu yerda. Mana bu VA konstanta tezlik bilan shuncha vaqtda x masofa bosib o'tadi. Ya'ni h teng j kvadrat taqsim 2 dan t ni o'rniga o'z ostida 2h taqsim j qo'yaman. Shu o'rniga qo'yib hisoblasak, x teng bo'ladi o'z ostida 40 ko'paytirilgan o'z ostida 2h. 2 ni 1,5 ko'paytirsak 3 taqsim 10. 40 bilan qisqaradi. Teng 4 dan 2 chiqadi. Ildiz ostida 3. Ildiz ostida 3 1,73 ga teng. 2 ga ko'paytirsak 1,73 da 2 ga ko'paytirsak 3,46 chiqadi. Javob keyingisi.